Assalomu alaykum. Bugun 1-fevral kecha sovuq. Kim keladigan bo'lsa, mashin bozora iloji bo'lsa giyindikkanglar, ko'cha tuman. Yo'lda ehtiyot bo'lasizlar. Iltimos kommentariy yozib qoldiring, kim nov mashin ko'rsatali, iloji bo'lsa nov mashinlikni yozib qoldirsanglar, shu mashinani olishga harakat etamiz. Atak mashin bozorda odam yetarli, sovuq bo'lsa ham bir mashin kam bo'ladi bo'ladi, lekin mashin boy chanda. Esa ketdik. Adam mashin tushirsa bo'ladimi? Tushirsak bo'ladimi? Qachon bozorda qo'ydingizmi manimi? Avvalgi bozor yo'q edi-da bu. Yo'q, hozir 23-yil 70 ming yurgan. Rossiya kechirdi. 155 so'm kelishadi. Ama 2 kilometr yurdi ana bu. Bu 305lik bu. Hozir bir 150 yurib turgandan 150 160 yurdi ana. So'q bu. Içesem de tursiz. 155. 155 milyon ang. Kraskalari yok mu? Krasiya yo'q kechirdi. 23-yil dedingiz. Bunun geliştirip parası doğru mu? Ha, gelsin. 91'lik 433 433 16 0600. Bu içençi yıl sonra? 20 yil. 20 yıl 1.5 105 o. primer etilgan ang, paraları, stopları koyulgan. Ha. Şu ma'lumot bermang kraskasi hakkında. Kraskasi yo'q mashin, bo'sh balonlari bor, Mercedes aytilgan 62 ming yurgan. Mercedes Hadovoy bo'lganmi bu? Ha, Mercedes bor. Atak mashina sostaniyasi yaxshi. Agar kelishsanglar ruxsatnoma ham puli ichasanmi? Puli 265. 265 milyona 20-yil yomon emas. Buni kelishsa bo'ladi-ku baribir, to'g'rimi? Ha, kelishsa ko'ramiz. İçesama berasi 255'e ketami? İş qilib kelar. Aslida naqd pul olsa kelishib ko'ramiz Ha, üstünden. Ha. Ko'ngildan joy topsa. Ha, bo'sh balonlar ham 2-3 ming yurgan o'xshaydi. Ha, toza balonlar 2-3 ming yurganda tutdi. Rasul Xullas, nomer ayting, shu nomerga urib bog'lanaveradilar. 91lik 433 0600. 433 0600 91'lik ekan. Yaxshi, rahmat aka. Yaxshi.